Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli Vodiy bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xohlasangizlar hafta kuniga payshanba 4-dekabr Namanganga Norin avtomobil bozoriga keldik va bu qismga qo'ldan kelgancha Nexia 3 lardan syomka qilganmiz. Mexanika, avtomat ili yangi, eski, oq, qora har xil ranglardan bor video davomida ko'rasizlar. Variantga beraman deganlar ham bo'ldi. Bittadan like bosib qo'yishdi, kanalimizda mehmonlar, albatta obuna bo'lishni esinglardan chiqarmanglar. Qanaqa mashina kerak bo'ladigan bo'lsangizlar, kommentariga ili bilan nomini yozib qoldiringlar. Hammaga omad, video roligimizni boshladik. 2021 dan boshladik. Bugungi video roligimiz azizlar, mexanika korobkasidan Cobalt diskalari qo'yilgan. Yurgani qancha aka? 80 ming kilometr bosib o'tgan avtomobil. Xo'p, ABS konditsioner, metan gazlari bor. Ходовой korobkalari yaxshimi? Zo'r. Salon holatlari mana. 2021 video davomida yili pastlari ham bor, ko'rasizlar. Xo'p, 90 talik temir metan gaz pollari zavod holatda. 2021 80 ming yurgan. Kraskasi bitta shunda dedingizmi? Shuni pastda kraskasi bor ekan. Yana-chi? 3 litrda bir qarich. 3 litrda bir qarich kraskasi bor. Kapot tozami? Narxi necha pul aka? Narxi 9 mingga bo'lsa beradi. 9 ming dollarga hisob chiqaradi. Gen chiqmaydi bunga? Yo'q, bu auksiondan generalniy daveniz chiqmaydi. 1000 dollar atrofida pul yetmay qolsa o'z bilan kelishib tursa bo'ladi. Mashina bo'lsa, revod mashinasiga variant bor. Xo'p, nomeringiz 95 044 1755 raqamga murojaat qilasizlar azizlar. 2017 navbatdagi Nexia 3'imiz azizlar. Xo'p. JKX svetidan 2017 avtomat korobka, ABS konditsionerlari bor, metan gazlari bor. Buni yurgani qancha? 230 ming yurgan. Cobalt diskga qo'yilgan. 230 ming kilometr bosib o'tgan. Ichki holatlarini bitta ko'ringlar mana. Xo'p. Ikkinchi paysi ekanda bu. 2 yevro ekanda. Xo'p, metan gazlari bor. Pollari zavod holatda. 2017 Ravon. Kraskasi qanaqa edi buni? Petno bor xolos. Xo'p, narxi necha pul endi buni? 8 ming ozmozot beradi. Hujjatlari-chi? hujjatlari bo'laveradi. Xohlagani bo'laveradi, ha? Variantga bermaysizlarmi? Variant beriladi. Kelishiladi. Yarim pul bo'lsa kelishsa imkoniyatlari bor. Faqat Namangan. Xo'p, telefon raqamingiz 94 034 02 07. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xo'p, azizlar, Nexia 3 ishqibozlar uchun mana bejviy salon so'raganlarga eng qizig'i, o'zim ham to'g'risi birinchi marta ko'ryapman, mexanika korobkasi, mexanika qilingan deyapsiz-ku bu? Xo'p. 2018. Buni yurgani qancha? 381 ming kilometr bosib o'tgan. ABS konditsioner, metan gazlari bor. Hozirgi kunda aka menimcha mexanikani avtomat mexanika qilish hech narsa emas bo'lib qoldi. Oddiy hol bo'lib qoldi. Balonlari yaxshi. Motor ходовой korobkada ish yo'q deyapsiz. Mana azizlar, salon holatini ko'ringlar, mana o'sha bejviy salonda. Rul qo'yilgan ekan. Xo'p. Yurgani qancha dedingiz? 181 mi? 381 mi? Bitta kriloda kraskasi bor. Metan gaz, pollari zavod holatda. Qaysi kriloda bu aka? Oldi kriloda. Xo'p, narxini yaqinroq qilib bering endi aka buni. 67 ga beradi. 6700 dollarga berilar ekan. Mana salonni ko'rib olinglar. Xo'p, faqat naqd pulmi aka? Variantga bermaysizmi? Yo'q, variant. Naqdga. Bo'laveradi. Telefon raqamingiz aka? 94 149 10 149 ikkita 10 raqamiga murojaat qilasizlar. Xudo xohlasa olib bemalol tirikchilik qilsa bo'laveradi, ha? Bitta mashkullar kraska bog'lar.
2020 ga 21 navbatdagi Nexus 3'imiz. Yurgani qancha aka? 150 ming kilometr. 150-60 kilometr bosib o'tgan avtomobil. Metan gaz o'rnatilgan, ABS konditsionerlari bor. Balonlari yaxshi holatda, Cobalt diskasi qo'yilgan. Salon holatlari mana. Mexanika korobka, ikkinchi pozitsiya. Ichki holatlari yaxshi. Xo'p. Gazi 90 talik metan, pollari zavod holatda. 150 ming, 156 ming yurgan 2020 ga 21. Kraska qanaqa bunda aka? Top toza, petnoyam. 100% toza mashina. Xo'p, narxi necha pul aka? 8300 ga barakasiga yutib beramiz. 8300 dollarga barakasiga yutib beriladi. Hujjatlari qanaqa bo'ladi? Hujjat shuna kelishadi, kelib 50 tutsa shuna ko'rsatib, ma'qul kelsa natal pulsani beradi. Xo'p, generalniy damirchi ham chiqmaydimi? General xabarlarimiz ana auksion nomerimizni ichib qo'yamizda. Bo'laveradi. Imkon qadar nomiga o'tkazib olgani ma'qul. Ha, bo'ladi, bo'lsin. Bo'l, nomeringiz 93 490 94 41. 94 41 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. 2021 navbatdagi Nexus 3'imiz 81 ming yurgan, a? 81 ming kilometr bosib o'tgan. 4-paketli metan gazi bor, ABS konditsioner, hamma narsasi bor. Mashina 4-pozitsiya? Ha, 4-pozitsiya avtomat korobka. Salon holatlari. Chexollari yaxshidan taqib qo'yilgan ekan. ...90 talik temir metan gaz pollari zavod holatda. 2021 91 ming yurgan. 81. Ha, 81 ming yurgan. Kraskasi? Kraskasi mana shu mashinada Bitta petno, ikkita detalga tushgan. Narxi-chi buni? Buning narxini 10 ming ozmoz kelishamiz. 10 ming ozmoz kelishiladi. Xo'p, bermaganingiz bo'lmadimi? Yo'q. Hujjatlari nima bo'ladi? Hujjatlari gem bo'laveradi. Xohlagan hujjati bo'ladi. Variantga ham kelishsa bo'ladi, ha? Ha, kelishsa. Mashinaga barter bor. Hamma yo'q bor. Bo'ldi, nomeringiz 94 94 034 034 0207. 0207 raqamlariga murojaat qilasizlar azizlar. 2020 navbatdagi Nexus 3'imiz 4-pozitsiyada avtomat korobka. Yurganini qolgan barcha ma'lumotlarini video davomida aytib o'tib ketamiz. Xo'p, metan gazi bor, ABS konditsionerlari bor. Avtomat korobka avtomobil. Xo'p, Cobaltda diskasi qo'yilgan. Shumka ham qilingan shekilli mashina. Ichki holatlari mana. Tablo ham terilgan ekan. Mana 104 ming yurgan. Hop, yurgani 104 ming ekan, a? Motor hadovoy korobkalari-chi? Motor hadovoy korobka. Zo'r. Hech qanaqa ishi yo'q. 90 talik temir metan gaz o'rnatilgan. Pollari zavod holatida. 2020 104 ming yurgan. Hop, tablo ham qo'yilgan ekan bunga. Tablosi ham o'zgartirilgan. Kraskasi qanaqa aka? Kraska kichkina tangadan nuqtasi bor, tegizib qo'yilgan joyi bor. Sepilgan joyi umuman yo'q. Toza 2-3 joyiga tekizib qo'yilgan. Ha, tangadan joyi. Bo'ldi. Narxi necha pul aka? Narxi Yaqinroq. 96 ga beradi. 9600 dollarga beriladi. Hujjatlari-chi? Hujjat. Hop. Genni qolgan vakolatni berishga harakat qilamiz. Lekin imkon qadar nominglarga o'tkazib olsanglar, azizlar, ikkala taraf ham eng zo'r yo'l shu. Yaxshi agar. Har tomonlama hamma qulayliklar o'zida bo'ladi. Hamma ixtiyor mashinani o'zida bo'ladi. Xo'p, mashinani variantga sotmaysizlarmi aka? Misol 1000 so'm, 1,5 ming so'm puli yetmay qolsa gaplashaylik. 1,5 ming dollargacha yetmay qolsa o'zingiz bilan kelsa bo'ladi. Nomeringiz 95 95 044 044 1755. 1755 raqamiga murojaat qilasizlar azizlar. 2018 ga 19 navbatdagi Nexus 3'imiz qora rangidan. Mexanikami? Mexanika. Yurganichi? 200 ming kilometr bosib o'tgan. ABS konditsioner, metan gazlari bor. Motor hadovoy korobkalari-chi? Zo'r deb aytilyapti. Kelib ko'rib tekshirib olaverasizlar. Bemalol. Xo'p. Shumkasi bormi buni? Shumkasi bor. Yurganini bitta ko'ringlar mana.
200 ming yurgan. Chexol taqilgan, kovriklari bor, linonim qilingan. Xo'p. 90 talik temir metan gaz. Hamma narsasi bor. 2018-19 200 ming yurgan mexanika. Kraska Toza. 100% toza. Xo'p, narxi necha pul aka? 7600 ga beramiz. 7600 dollarga beriladi. Hujjatlari-chi? Любойdakimen chiqadi. Xohlagan hujjati bo'laveradi. Variantga sotmayapsiz-da hozir. Yo'q. Mashinaga bartech. Nexikning tepasiga bo'z holatga qarab qiladi. Xo'p, telefon raqamingiz 95 95 075 075 30 38. 30-38 raqamiga aloqaga chiqasizlar azizlar. 2018-19 200 ming yurgan mashina aloqaga chiqaverasizlar. 2021 navbatdagi Nexus 3imiz. Bunisi ham avtomat korobka, yurgani 109 ming kilometr bo'libdi. Metan gazi bor, ABS konditsionerlari bor. Balonlarni ko'ringlar yonidan. Xo'p, bunga ham diska qo'yilgan. Motor hadovoy korobkasi yaxshimi? Zo'r. Xo'p, salon holatlari. Buni yurganini ko'rsatib beramiz. 109.606 kilometr bo'libdi. Gazi 90 talik temir metan. Pollari zavod holatda ekan. 2021 109 ming yurgan. Kraskasi shu karnizida 20 sm gacha petnosi bor ekan xolos. Toza mashina ekan shu. Karniz endi ko'rish hisoblanmaydi, lekin aytib qo'yapmiz. Mana karnizda bitta petnosi bor xolos. Xo'p, narxi necha pul aka? Buni narxini 9700 ga. 9700 dollarga hisob chiqadi. Xo'p, 1,5 ming dollargacha pul yetmay qolsa o'z bilan kelsa bo'ladi. Hujjatlari keyin bo'laveradi. Generalniy damingiz bo'laveradi. Mashinaga barter bor. Bor. Xo'p, nomeringiz Shu 95 95 044 044 1755. 1755 raqamiga aloqaga chiqasizlar azizlar.